learning curve degan narsa bor. Mana shu narsada ko'rishimiz mumkinki, vaqt davomida nima bo'ladi? Sizni tajribangiz birinchi sizda bo'ladigan narsa, okay, this seems fun. Ya'ni bu qiziqarli ko'rinyapti. Ya'ni trading qiziqarli, zo'r, qiziqarli ko'rinyapti deb boshladingiz. Sekin kirganingizdan keyin nima deysiz? Nimani o'ylayotgandim? Bu qiyin ekan-ku deysiz. Men o'ylaganchalik emas ekan, qiyin ekan-ku deysiz. Keyin sekin yana payt keladi, deysiz. Men nima qilayotganimni tushunmayapman-ku deysiz, lekin qilyapman deysiz. Natija bor. Ya'ni shunaqa bo'ladi, bilasizlar, odamlarda nimanidir qiladi, lekin natija bo'ladi, lekin qanaqa qilayotganini bilmaydi. Mana shu sizni o'sha o'rganish davomingizdagi mana shu aytaylik, progressni ko'rinishi bo'ladi. Siz o'sha progressni ichidasiz va bu narsa odamlar 8 milliard inson yashayotgan bo'lsa, ungacha necha milliard odam yashab o'tib ketdi, necha milliard odam tug'ilyapti. Sizdan oldin bu narsalar hisob-kitobi qilinib bo'lgan. Siz birinchi marta aytaylik, qiyin narsa o'rganmayapsiz. Dunyoda turli mintaqasidagi odamlar o'rganib bo'lgan va mana shuni tushunib yetsangiz, mana shu narsa borligini skrinshot qilib oling, xohlasangiz o'zingizga farqi yo'q. O'zingizni psixologik aytaylik, motivatsiyangizni ham ko'tarishingiz osonroq bo'ladi. Keyin shunaqa payt keladi, deysiz, tushundim, endi bosaman deysiz. Shunda bosganingizda natija bo'ladi, ko'tarilasiz, lekin yana bitta bo'ladi, tushib ketasiz. Mana shu tushish aytaylik, oxirgi eng qiyin tushish bo'ladi. Ya'ni ishlamadi. O'sha paytda uje siz tochkaga yetib kelasiz. Deysiz, menda o'xshamayapti-yu, tashlab yuborsammikin? Men sohani tashlab chiqib ketsammikin? Men tushunmayapman. O'rgangan strategiyam ishlamasa kerak. U bunaqa bo'lsa kerak. Men olgan bilimlarim yetmasa kerak deb turib, mana shunaqa o'zingizga o'zingiz savol berishlikni boshlayverasiz. Mana shu moment o'sha siz o'rganish davringizdagi eng pastki nuqta hisoblanadi. Mana shu pastki nuqtadan keyin tepaga qarab yurishligingiz kerak bo'ladi. To'xta, mana endi mazmun mohiyati kelib chiqyapti degan tushunchaga yetishni boshlaysiz. Ana o'shandan keyin уже bo'ldi. Tezlik bilan o'sish boshlanadi. Ko'rib turganingizdek. Sekin tushib keldingiz, motivatsiya yo'qolib, tashlab yubormayman deb yuribsiz. Natija yo'q, tushunmayapsiz, xatolaringiz kashavarina bo'lib ketyapti. Shuni hisobidan endi shunaqa bo'lib turgan momentda bilingki, bu keyingi nuqtadan oldingi nuqta. Keyingi progressdagi keyingi qadamdan oldingisi. Keyingisida o'sha bo'ldi, tushunishni boshlayapman deysiz. Undan keyin bo'ldi. O'zingizga berasiz, nahotki uddaladim. Aytadi, ko'p kinolarda aytadi, boshqa joyda, nahotki men uddaladim deydi. Ya'ni уже shunaqa joyga yetib kelgan bo'lasiz. Va u yog'i oxiri уже men uddaladim. Men natijani ko'rsata oldim, men o'zimda bo'lgan jarayonda tushunib yetdim. Mana shu narsa learning curve deyiladi. Va har bitta inson mana shu joydan o'tadi. Nimanidir o'rganmoqchi bo'layotgan bo'lsa. Aha momentlari bo'ladimi? Bo'ldi, tashlab yuboraman degan momentlarimi? Hammasi bor bo'ladi.